Assalomu alaykum aziz talabalar, hurmatli ilmga chanqoq yoshlar. Bugun sizlar bilan amaliy direktorlarga fanda navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Eslatib o'tmoqchimanki, bu mavzu katta mavzulardan biri hisoblanadi va ikki paraga mo'ljallangani uchun biz bugun davomini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Mavzuyimiz o'zbek shevalarida morfologik va sintaktik xususiyatlar deb nomlanadi. Bevosita bugun yordam so'z turkumlari, alohida olingan so'z turkumlari va sintaktik xususiyatlar haqida dars o'tamiz. Rejamiz birinchisi yordamchi so'z turkumlari. Yuqorida aytgandek, bog'lovchi, ko'makchi, yuklama, undov va mim-mimalar. Ikkinchisi so'z yasalishi, uchinchisi esa shevalarda so'z birikmasi va izofali birikmalar deb nomlanadi. To'rtinchisi shevalardagi o'sha matnlarning tarkibida gaplarni qo'llanish xususiyatlari. Fanimiz uchun mazkur adabiyotlar siz uchun amaliy ahamiyatga ega bo'ladi. Tanishib o'tamiz. Demak, Xolmonova va Nasriyevalarning o'zbek shevalaridagi lakunat birliklar lug'ati yoki Feruza Musayevaning o'zbek shevalarining lingva-madaniy tadqiqi va xususan o'zimni monografiyam o'zbek tili Janubiy Surxondaryo o'zbek shevalari barqaror birikmalar lingvistik xususiyatlari, Shahnoza Alimova Shahnozaning demak Xorazm Qichoq shevalarining leksik-grammatik xususiyatlari monografiyasi. Bundan tashqari Saparniyoza Sobirovani Ona so'z kitobi, Xorazm shevalar lug'ati, Shukurjon Norboyev, Sa'dullayeva Navbahor va Mehriniso Atabayevalarni birinchi jild bu lug'at. Bundan tashqari o'sha Murodqosim Abdiyevni nomlovchilik bilan bog'liq bo'lgan kasb-hunar atamalari aks ettirilgan o'sha izoh lug'ati va soha leksikasining sistem tahlil muammolari. Keyingisi esa o'sha Ibrohim Darveshevni janubi-g'arbiy Namangan shevalari bilan bog'liq, Alijon Allaberdiyevni Buxoro O'g'iz shevalari leksikasi bilan bog'liq tadqiqotlarni aks etgan kitoblari ham va asosiy darslik sifatida Samuxon Shirboyevning o'zbek dialektologiyasi darsligi bugungi fanimiz, umuman mavzumiz uchun foydalangan adabiyotlar ro'yxati sirasiga kiradi. Demak, o'zbek shevalarining grammatik xususiyatlari o'tgan darsda ham sizlar bilan ko'rib o'tdik. Bu rang-baranglikka ega lahjalar aro yoki hududiy jihatdan farqlanishiga ko'ra bevosita men darsga o'taman. Yordam so'zlar, undov va taqlid so'zlar. Demak, bularning tarkibidagi birinchisi ko'makchi. Bunday so'zlarning aksariyati adabiy til bilan o'xshashlikka ega, lekin adabiy tildan ayrim fonetik o'zgarishlar bilan farqlanadi. Shu bilan birga shevalarning o'z ko'makchilari ham bor. Shevalarda masalan davr, o'sh shevasida yoki dong, Xorazm adabiy tilida yoki qadar deb nomlanishi, baqa Farg'ona adabiy tilida beri. Bizda masalan o'tgan qalla deydi, o'tgan safar degan ma'no yoki tunov degan Qipchoq shevasida Surxondaryoda tunovni shu o'tgan kun ma'nosida ishlatamiz shevada. Mana shunga monand bir ko'makchilarni biz buni davr deyapmiz. Qadar degan ma'noda. Kun bo'yi deganda masalan shu bugun daroz deb, ya'ni uzun, kun bo'yi degan ma'noda ham ishlatilish holati bor. Va o'sha Surxondaryoda bundan tashqari mana keyinni sondan o'tib yoki oson, so'ng keyin ma'nosida qo'llanilishi nutqda kuzatamiz bu holatlarni. Bog'lovchilar shevalarda va bog'lovchisi amalda emas, shevalardagi o'sha holatda qaysi ma'noda bu masalan Andijon shevasida uning o'sha u varianti nutqda qo'llaniladi. Siz va men o'rnida sizu men. Shimoliy o'zbek shevalarida va bog'lovchisi o'rnida qadimgi turkiy va eski o'zbek tiliga xos dag'i bog'lovchisi qo'llanilishi. Boraman va qaytaman. Boraman dag'i qaytaman. Shuningdek, nutqda fikrni ulab ketish uchun undiki bu so'z aslida undan keyin shaklda soddalashgan funksional bog'lovchisi ham ishlatiladi. Hozir boraman va ishlarimni bajaraman. Hozir boraman, undiki ishlarimni qilaman. Undan keyin so'ng degan ma'noda. Endi shevalarda
o'sha bilan so'zi turli fonetik variantlar bilan ham bog'lovchisi ham ko'makchisi funksiyalarda keladi. Masalan, rais Qirg'izali bilan meni chaqirdi. Buni o'sha rais Qirg'izali bilan meni chaqirdi. Toshkent viloyati shevasida kuzatilishi. Shuningdek, Toshkent viloyati shevalarida amma lekin biroq qo'shin bilan nutqda ko'p ishlatiladi. Ammo lekin birgalikda juft holatlarda badiiy nutqda ham o'sha asarlarda o'qigansiz, ammo lekin bir vaqtda yonma-yon juft holatda ham kelishi mumkin. Endi yuklamalar xususida to'xtalsak, aksariyat shevalarda mi so'roq yuklamasi mana yaxshimi, zo'rmi deb, ya'ni yaxshimi, zo'rmi degan hol-ahvol so'ragan paytda ma holatda ifodalanadi. So'roq yuklamasining ma shaklda qo'llanilishi aksariyat singarmonizmli shevalarga xos xususiyat. Bo'ladimi, bo'lama, yuradimi, yurama. Bu yuklamadagi mi undoshi assimilyatsiyaga ham uchraydi. Qo'shnimning o'g'li kelib qolibdimi, demak o'sha hamsiyandin uli kelib qappa, ya'ni kelib qolibdimi degan ma'noda, ya'ni uyiga biron bir mehmon kelgan, mana shunday bir zap kelibsanda yoki bir kelibsanda deb mehmon kelgan holatda mezbonning gapida o'sha mana shunaqa singarmonizmli holat yoki o'sha assimilyatsiyaga uchragan variantda qo'llaniladi. Shevalarda ham so'zi ha undoshi elizaga uchragan holatda bog'lovchisi vazifasidan ko'ra yuklama vazifasi ko'proq keladi. Masalan, o'sha qisqarish holatda mana kelib qolibdimi qappa deb, ya'ni eliza holatda keltirilyapti. Shuningdek, shevalarda faqat tek o'sha Shimoliy o'zbek shevalarida axirni hav, birpas damimni olayin axir, bir zaman damimni alayin hav yuklamalari u yuku o'sha yuklamalari ekvivalenti bo'ladigan u ta'kid yuklamasi uchraydi. Bordiku, bardiu, keldiku, kadgu. Shimoliy o'zbek shevalarida o'sha ju yuklamasi ham bir variantli bo'lib singarmonizmga bo'ysunmaydi. Ilgari o'sha Navoiy davridan bilamizki, kelishik va ko'makchilarni ma'nodoshlik xususiyati og'iz g'aru ma'nosidagi yoki g'a holatidagi yoki qisqargan variantda qo'llanilishini o'tgan darsda ham ko'rib o'tgandik. Endi undovlarga to'xtalsak, shevalarning o'z undovlari ham mavjud, qisqa hayajon undovlari. O'sha pah shodlikni ifodalovchi, vah achinishni bildiruvchi yoki keksalar o'sha vah deb ko'zini ushlaganda, ya'ni charchoq alomati ifodalanganda ham o'sha undovlarni ifodalaydi. Keyin hayda chaqirish undovlari, gach ya'ni takrorlanish, echkini haydash yoki molni haydashda yoki umuman hayvonlarni chaqirish, haydash, to'xtatish ma'nosida uch xil holatda shevalarda o'ziga xoslikka ega. Mana hakkani haydashda mana hak mang'it shevasida ko'ryapsiz. Tasdiq undovlari gumon, umid yuklamasi, ko'rsatuv undovi. Mana tasdiq undovini ko'rsak, hava, ha, ava, hava, ya'ni o'g'izda ha, xuddi shunday degan ma'noda. Afg'oniston o'zbek shevalarida esa ya'ni xo'p bo'ladini, xo'pni xo'sh degan variantida ishlatiladi. Xo'p apa Norinda, hayrat undovi ibi Buxoroda ibi hay deb qo'llanilishi i'ni cho'zib ifoda etadi. Gumon umid yuklamalari esa av yog'och mahkamdir, yag'ach mahkamav, yog'in yog'ib qolar, yavun yavib qalarav Toshkent viloyatida. Keyin o'sha ko'rsatuv undovlarda ha ana, hu anada o'sha hayla, hiyla deb biz ham o'sha so'zlashni ishlatamiz, hiyla deb, ya'ni yaqinroqda turgan holatda narsani, buyumlarni ko'rsatish vazifasida qo'llaymiz. Endi taqlid so'zlarni o'rganish soha mimologiya deyiladi. Mimologiya o'sha taqlidni ifodalaydi. O'sha mimlar qisqa o'sha rasm ko'rinishidagi yoki taqlid ma'nosida holatga, tovushga, hayvonlarga yoki o'sha bola ham nimaga taqlid qilishi, masalan, didit yoki buva, umuman suv atrofdagi o'zini olamidagi uni o'rab turgan tabiatda uchraydigan bevosita unga yaqin bo'lgan so'zlarni taqliddan o'sha ifodalash harakat qiladi. Xo'sh,
Ashmarining faoliyati bilan bog'liq. Bu turkologiyada taqlid so'zlarning o'rganilishi 1908-yilda Qozon shahrida Основные chuvastskoy mimologiya asarida e'lon qilingan va Dmitriyev esa turkiy tillardagi taqlid so'zlarni o'rganar ekan. O'sha mimemalar deb atash taklif etadi. Mana bix, gup, dobir, dubur, xing xing, ship ship kabi taqlid so'zlar ham uchraydi. Endi shevalarda bevosita o'tsak taqlid so'zlarni zinq zinq, ya'ni eshikni g'iyqillab ochish ma'nosida Xorazm shevasida, bir chirt buzib yubordi, ya'ni bir chirt qildi Turkiston shevasida. Adabiy tilda o'sha uchramagan taqlid so'zlarni ham kuzatamiz. So'z yasalishiga o'tamiz endi. So'z yasalishi ham o'ziga xoslikka ega. Mana ak, avik affiksi fe'ldan sifat yasaydi. Suzag'on sigir, suzak, suzavik sigir, sigir deb biz o'sha Qipchoq shevasida kuzatamiz. Yoki siyir, sig'ir degan g'i variantda ham qo'llaniladi. Tepag'on ot, ya'ni o'sha dapagat Xorazm shevasida aki affiksi ham otdan ravish yasaydi. Uning singanimonistik varianti yo'q. Tashqaridan sirtaki, tashqaridan eshitdimki, ya'ni sirtdan uzun quloq gaplarga ko'ra deb ham ba'zida aytamiz. Sirtaki eshitdim, yoddan, ya'ni yadaki yoddan o'qidi, yadaki o'qidi. Shimoliy o'zbek shevalarida bu affiks adabiy tilda og'zaki, jirtaki, qalbaki va boshqa so'zlar holatida uchraydi. Al affiksi sifat va ravishdan fe'l yasaydi. Sarg'ay, saral, ozay, azal, ko'pay, ko'pal va keyingisi o'sha adon nga bilan tugashi affiksi otdan ravish yasaydi. Uning ham singanimonistik varianti yo'q. Oqshomgacha, tungacha, axshamadong, kechgacha, kechadong, ya'ni Xorazm shevasida va vich va viq affiksi fe'ldan sifat yasaydi. Lak, laq affiksi sifatdan ravish yasaydi. Ana misollarni ko'rishingiz mumkin. Ngir, ngir affiksi fe'ldan sifat yasaydi. Masalan, yaxshi chaluvchi, chalinir yoki ishlangir ma'nosida o'sha yaxshi ishlovchi so'zda qo'llanilishi va chil, chil affiksi otdan sifat yasaydi. Mahmadona so'zchil, uyquchi, uyquchil, ya'ni Shimoliy o'zbek shevalarida va sa affiksi ham Qoraqalpog'iston o'zbek shevalarida otdan ot yasaydi. Masalan, o'sha jeng sa non yopishda qo'llanilgan. Biz yengcha deymiz. Non yopishda foydalanamiz. O'sha japsa bir yo'la yopiladigan nonlar to'dasi. Moyinsa aravaga qo'shish uchun otning bo'yinga solinadigan anjom, bo'yin turug'i deb nomlaymiz adabiy tilda. Va sak saq affiksi yasama otdan sifat yasaydi. Chilab affiksi otdan ravish yasaydi. Challa affiksi ot va olmoshlardan daraja miqdor ravishini hosil qiladi. Sha esa affiksi turli so'z turkumlaridan fe'l yasaydi. Shin esa affiksi otdan sifat yasaydi. Va taqdimotimizda mana ularni misollar bilan berganmiz. Qaysi hududda qanday qo'llanishini ko'rib o'tishingiz mumkin. Endi bir qator kam unum affikslar ham bor, ya'ni nofaol, juda ko'p qo'llanmaydi. Masalan, mak affiksi sifatdan ot yasaydi. Ko'kat, ko'kmak Andijon, Farg'onada va shu affiksi otdan sifat yasaydi. Yopishqoq, yelimshu Toshkentda, o'sha Xorazm shevalarida ba'zi o'rinlarda o'sha chiqish, kelishik affiksi so'z yasash funksiyasini ham bajargan. Boladek bo'ldi, balamdin bo'ldi, bolamdek bo'ldi, balamnin bo'ldi, otdek yuribdi, attin yuribdi, ya'ni otdek yuribdi deganda, ya'ni sog' ma'nosida otdayman deb ham qo'llaymiz. O'zbek shevalarining sintaktik xususiyatlari Turopova va Jumanazarovlarning tadqiqotlarida bir qator ilmiy izlanishlarda mavjud. Turopov Toshkent viloyati o'zbek shevalarining, Jumanazarov esa O'g'iz shevalarining sintaktik tizimini o'rgangan. Ularning ilmiy faoliyati bilan bevosita tanishib, o'rganishingiz mumkin. Sintaktik xususiyatlarni juda ajoyib yoritib berishgan. Gap bo'laklari tartibi inversiyaga uchraydi. O'tgan darsda ham sizlarga aytib o'tdik. Mana kesim ega, kesim to'ldiruvchi, kesim hol va kesim ravishdosh qolipida ifodalanadi. Misollari bilan berib o'tganmiz. Qashqadaryoda, Qo'qon va O'sh shevalarida qanday inversiya hodisasi. Bu o'sha gap bo'laklarning almashuv, transformatsion metod ham deymiz. Masalan, havo javdi, javdi havo, she'riy nutqda inversiya deymiz. Tilshunoslikda transformatsiya metodi sifatida e'tirof etiladi. So'z birikmalari ham mana bitishuv, boshqaruv va moslashuv holatda qanday shevada aks etishi, ifodalanishi nutqida taqdimotda berib o'tganmiz.
va mana matnlarda qanday holatda ifodalanishi biz o'sha so'z turkumlarini ko'rsatganmiz va mana bu ham albatta so'z birikmalariga bevosita bog'liq. Mana Namangan Shevasidagi qanday holatda ifodalanishi. Men esa sizlarga uyga topshiriq sifatida mana so'z turkumlari, umuman bugun o'rgangan barcha ma'lumotlarni takrorlab daftaringizga yozib, savollar tug'ilsa ijtimoiy tarmoqlarimizda murojaat qilib so'rashingiz mumkin. Xayr, sog' salomat bo'ling.